qaynonam yomon, uni to'g'irlash kerak. Bo'lmaydi unaqa, hech qachon bo'lmaydi. To o'zingga qaramasang, toki o'zingni tushunmasang, hech kimni o'zgartirmaysan va sen demak shu munosabatga hozirgi holatda loyiqsan. O'sha payt men shunaqa munosabatga loyiq bo'lganman. Shunaqa qaynonam tomonidan tushunmaslikka loyiq bo'lganman, chunki ichimda o'zim ancha qorong'u bo'lib ketgan holatda yashaganman. Shunaqa deb tushunaman. Shuning uchun ham ayollarga o'tirib olib aql o'rgatyapsizlar deganida unaqa emas deyman. Unaqa emas, bo'lgan, men tushunaman sizni. Men yashab o'tdim, bosib o'tdim bu yo'llarni. Bosib o'tganim uchun ham bu qanchalik og'riqli ekani, qanchalik mazol, qanchalik oyog'ingda izlar qoladi. Agar hayotimizni bosib o'tganimizda oyog'imizdagi mana shu har bitta yegan emotsional chandiq sifatida qolganida edi, butun tanam hozir chandiqda bo'lgan bo'lardi meni deyman-da. Chandiqda hamma joyim, chunki bo'lgan bu narsa, yaxshi ham tana bu narsani eslab qolmaydi, qalb bu narsani eslab qolmaydi, lekin mana hozir siz bilan gaplashayotganda eslaysiz-da, patternlar ochiladi, detallar ochiladi. Lekin bu bo'lib o'tgan vaziyat, bo'lib o'tgan gaplar nima keragi bor? Bo'lib o'tgan holatni, qaynonang bilan bo'lib o'tgan gapni yoki ering bilan bo'lib o'tgan gapni ko'tarib haligacha yurish yo o'sha uchun hayotingni zulmatga aylantirish nima kerak?